Vaycan qızlar buyon qilgan kirim eng chiroyli chiqqan shu mo'yinchon bo'luvchimi o'g'nilanglar deb haqsiz kirim bilan chiqarib bersam meni qo'shilib o'g'in olmaysizlar qizlar lekin men sizlarga kirim bilan degan chiqaraverib o'zim ustoq barman deysizlar musopini qizlarma yerim kun o'tirib qildimchimi bir kun vaqtim ketdi sizlar tafsili jo'chonsini chiqarib beraman deb sopini uzrak ketdi mana shu meni qo'shilib hamda mush inkas ro'yoniga o'zinglarning o'rganmoqchi bo'layotgan namda qilmoqchi bo'lgan kirimlarni meni qo'shib olgan asosda avat qo'ysanglar oranglardan tanlab sizlarga tafsili jo'chonsini chiqarib beraman qizlar maktablarga berib oldinglar qachon maktab borgandagi mush kirim qilishni o'rgansam bo'ladi deb bularlar qaytayotgan qizlar azaldan kirim qilish o'qimaydigan nol saviyadagi qizlar cho'qqi meni qaytib olishni unutib qolmanglar ammo qizlar kirimizni boshlab ketaylikmi yuraklaringlarni aymay berib qo'yinglar deyman jumu qarsam dehshat ko'rgansizlar lekin yuraklar yo'q uqmayman-da bu yuraklarning nima ketganini hozir saqlab olib ato'gan qilsanglar ishtik topolaysizlar deyman eng avval kirimdan burun o'zinglarning mish metonlarini ko'zinglarga taqib olsanglar bo'ldi metonda chiqmaydigan qizlar cho'q ikki qo'linglarni ko'zinglarni qayirib turib ikki uch qaytim tiqib bersanglar o'rganib qolsizlar andan keyin mush o'zimizga o'zimizni ishlatayotgan so'ldirimizni andan keyin tetishonlarimizni berib aytgandiki maylarimizni berib boshlab ketdi bu yashatgan men bo'lib qolib qolsa qizlar o'jina meyjumu qo'linglarni bo'lamdi va yoki cho'tkit bo'lamdi yuzanglarga yetib berib olgandan keyin burada urib sindirib olsak bo'ldi sindirib olgandan keyin o'zimizning ishlatayotgan sanfin va yoki filmlarda o'zimizga tinchon qilib olamiz andan keyin qishinmanga o'xshash yasoqli qizlar bo'lib qolib qolsanglar cho'q qishinlarni bir qatam cho'tkida supurib aytgandan keyin andan keyin qishinlarning mush chaljiqlarini ancha-muncha sizib rameyga berib olsak bo'ldi berib olgandan keyin sho'ron suv ko'taga ketdi sho'ron suv uchun sizning qo'lingizga cho'q manda sho'ron pandan berib bo'lishi kerak andan keyin mushlar cho'tkida burnolarning mush ko'z tutib qo'ygan ikki tarafdan past taraf qarab sizib tushirib olgandan keyin yana bir tal cho'tkida uch tarafni mushunday holatdan chiqarib olamiz chiqarib olgandan keyin andan keyin bir qatam yuran qilib aytgandan keyin yana bir cho'tkini ilib mushu sho'ron pandan ichidagi oq rangda ko'zimizning old taraflarini andan keyin mushu burnimizning ustini burnimizning uch taraflarini tilian qilib olamiz qizlar tilian qilib olsak kirimiz andan keyin mush burnimiz teg'molli holatda pokiz holatda chiqadi ya'ni ko'z girimiz qizlar dehshat osonchimi azaldan kirim qilib boqmagan qizlar o'ynab ketalaysizlar o'zinglarning qo'lidagi mush yangi pandan ichidagi hammadan tutuq rangni ilib qopimizga ham yerik bir qatam berib olgandan keyin andan keyin mush to'yxonga mayliroq rangni ilib qopimizning ustiga qopimizning ost taraflariga berib olamiz berib olgandan keyin andan keyin mushu kafesiga mayliroq rangni ilib qopimizning shoyampi bilan andan keyin o'zalarimizga berib olamiz berib olgandan keyin burnimizning uch tarafga mush qopimizga bergan to'yxonga mayli rangni bir qatam berib olsak bo'ldi berib aytgandan keyin hammadan qiyniq rangni ilib mush yangi pandan ichidagi qizlar qora rang emas lekin mushu kafesiga mayliroq rangni ilib o'zinglarning sharjasini orqa tarafdan old tarafga mush cho'tkida yetib berib olsanglar o'zinglarning shunchalik chiroyli chiqqan sharjas chiqadi chiqqandan keyin andan keyin mushu rangda sharjan bergan rangda yana o'xshashlam o'zimizning o'talarini sizib olamiz o'tini siz uqmaydigan qizlar kulimsirab tursanglar mush bir siziq chiqadi os siziqni o'ttirdan sizib olib ikki tarafga yetib olsanglar bo'ldi andan shu ro'pani ichidagi oq rangni ilib mushu o'talarimizni tilian qilib olamiz tilian qilib olgandan keyin o'zimizning qo'ldagi inishga chiqqan yenshanbida o'zimizning ne yenshanlarini andan keyin yenshanlarimizni sizib olamiz qizlar yenshan sizgan vaqtlarda quyruq tarafdan bir siziq tatib ust tarafga bir siziq sizib keyin mushu ne yenshani o'ttirsidan orqa tarafga ulab o'ttirsini to'ldirib olsanglar yenshanlar sizilgan bo'ldi keyin kirpiklarimizni egib laklarimizni berib aytgandan keyin yolg'on kirpikimizni chaplaymiz bugan mush qilgan yolg'on kirpikni o'zimizning kirpikning ust taraflariga mushundoq birdan holatda chaplab olamiz qizlar mushu kirpik chaplasam bilmaydi degan qizlar kirpiklarning ustiga chaplab sinab boqsanglar bo'ldi andan keyin yenshalarimizning ozroq uchlarini chiqarib olgandan keyin musayxoning ichidagi rangni ilib o'zimizning ko'zning o'tani ost taraflariga berib shu yuzimizning ishkanlik taraflariga yetib olamiz yetib olgandan keyin burnimizning uchiga andan keyin mush inkimizga berib olamiz berib olgandan keyin mush o'ringan ichidagi to'xonga mayliroq tilian qilgan rangni ilib o'zimizning lego foliyalarni tilian qilib olamiz tilian qilib olgandan keyin oppoq chiqadigan kavgonlarimizni ilib burnimizning uchi usti qopig'imizning mushu ko'zimizning old taraflarini o'tsalarimizni yana bir qatam tilian qilib olamiz tilian qilib olgandan keyin eng oxirida o'zimizning mushu qopig'iga bergan rangi tushadigan kavgonlarimizni so'kib qilib olsak bu yangi kirimlarimiz oxirlashgan bo'ldi qizlar amsa yoqtirgan qizlar cho'qqum tenzan shulsan qilish unutib qolmanglar kelar san teg'in payz kirimdan chiqarib bermay xayr xo'sh